Qora Clever olamida mavjudotlar ko'p. Elflar, sehrli ruhlar va afsungarlar. Yana bir mavjudot bor, lekin u do'zaxda yashaydi. U olovda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. U hammadan kuchli va asosiysi bu mavjudotlar bir dona emas. Bular iblislar. Va'da berganidek 10 mingta obunachi to'plaganimiz sharafiga top 10 eng kuchli iblislar reytingini tayyorladim. Iblislarni o'rganib chiqayotgan paytimda shuni bildimki, Astaning otasi ham, o'zi ham iblis bo'lishi mumkin. Agar 20 ming obunachi to'plasak, Asta va Yunoning ota-onalari aslida kim ekanligi haqida video chiqaraman. Demak, hoziroq obuna bo'ling va kommentariyada menga yarashadigan biror prichyozkani yozib qoldiring. Kamina super muxlis va video boshlandi. Disclaimer. 10-o'rin Libe. Astani o'gay ukasi Libe do'zax, ya'ni yer osti dunyosida tug'ilgan. Avvaliga Libe iblislar qirolini o'g'li sifatida e'tirof etiladi, ammo uning umuman ma'nosi yo'q va o'z sehri ham kashf qilinmagan. Shu sabab undan voz kechishgan. Uni hattoki quyi tabaqali iblislar ham axlat deb hisoblashgan. Iblislarni yer osti dunyosida ushlab turuvchi devor iblislarni sehrini sezadi va uni o'tkazmaydi. Libeni sehri yo'q edi. Shuning uchun ham devor uni insonlar olamiga o'tkazib yuborgan. Ammo Libening sehri keyinchalik paydo bo'ladi. Bu anti-sehr, ya'ni sehrga qarshi ishlovchi eng kuchli narsa. Butun dunyo mavjudotlarining asosiy kuchi sehr bo'lgan vaqtda anti-sehr juda katta qudrat berishi kerak edi. Lekin Libe bu kuchdan o'zi foydalana olmadi, chunki uni 5 bargli grimoirga muhrlab qo'yishgandi va undan Asta foydalandi. Esinglarda bo'lsin, Asta anti-sehrni qanday ishlatgani Libe ham xuddi shunday ishlata oladi degani emas. Chunki bu ikkalasi ikki xil shaxslar. Astani qilichdan foydalanish uchun mushaklari bor. Katana va ketmonday qalin qilich bilan jang qilish uchun qilichbozlik texnik bilimlariga ega. Asosiysi butun anime davomida erishgan jangovar tajribasi va Taslim bo'lmaslik, bu meni sehrim. bu ham bor. Libeda faqat qanotlar, 4 ta qilich bor xolos. Libeni Asta bir dona katana yordamida ham yenga oldi. Demak, Fugilion yoki Vengeance kabi mana top 10 taligimga kirmagan jodugarlar ham yenga olishadi. Libe quyi darajali iblis bo'lsa ham, unda eng krutoy sehrlardan biri bor. Aynan mana shu sehr uni 10-o'rinda ushlab turibdi. 9-o'rin Nachtfavsning 4 iblisi. Ham bir emas 4 iblis, chunki bu meni shaxsiy reytingim va men ularda bitta o'ringa qo'yishga qaror qildim. Sizlarga prosta sun'iy intellekt yozib bergan ro'yxatni o'qib berishni istamadim, shuning uchun ham shaxsiy reytingimda 4 ta iblisni bir o'ringa qo'ydim. Nachtfavs bo'ysundirgan bu 4 iblis o'rta darajali iblislar. Demak, mavqe borasida Libedan yuqori turishadi. Ularning har biri alohida sehrga ega. Gemadola klonlar yaratishi. U yaratgan har bir klon bir zarba bilan devorlarni buzish kuchiga ega bo'lishi mumkin. Slotos yuqori chidamlilik kuchiga ega. Bu orqali hattoki Luciferoning gravitatsiyasiga ham dosh berish mumkin. Plumeta iblisi esa sezgirlik va tezkorlik kuchiga ega. Oxirgi Wagner iblisi esa qarg'a kuchiga ega. Bu sehr uchish, falaj qilish va boshqa shunga o'xshash kuchlarni beradi. Bu iblislar Nach bilan birga uzoq yillar josuslik qilishgan, jang qilishgan, kuchayishgan. Xullas, ular yosh bola emas. Demak, anti-sehrda yadroviy bombaga ega bo'lgan bo'lsa ham, Libe ularni yenga olmaydi. Eslatib o'taman, bu iblislarni yolg'iz jang qilishini ko'rmaganmiz. Faqat Nach bilan birga tuzilgan kelishuv asosida unga o'z qudratini berishadi. Bolalar, men fikr almashishga ochiqman. Kimnidir o'rnini almashtirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada fikrlaringizni yozinglar. Kelasi videolarda kommentariyalarda ko'rsatib, unga ham javob beraman yoki xato qilgan ekanman deb tan olaman. Davay, davom etamiz. 8-o'rin Adramelech. Iblislar reytingimizning 8-pog'onasida eng sirli personajlardan biri Adramelech joylashgan. Clifford daraxtining 2-qatlamida chiqqan bu oliy iblis boshqa iblislardan mutlaq farq qiladi. U insonlarni o'ldirish o'rniga Luciferodan qochishni aytib ogohlantirdi. Eng hayratlanarlisi, kapitanlar Lucifero bilan jang qilayotganda Lucifero menga yordam berib odamlarni yo'q qil deydi. Ammo Adramelech ochiqchasiga uni buyrug'ini rad etadi. Odamlar g'alaba qozongach, ularni olqishlab, Luciferoning yuragini olib, Lucius Zagratisga yetkazib berdi. Adramelechning kuchi haqida nima ma'lumot bor? Adramelech Lucifero kabi gravitatsiya kuchiga ega.
Ha, uni qudrati iblislar qirolinikiga teng emas, ammo oliy iblis sifatida unga ham past baho berib bo'lmaydi. Yuqori darajadagi chetlab o'tish. Keyinchalik sehrgar ritsarlar unga hujum qilganda, u jangga ham kirmay, barcha halokatli zarbalarni juda osonlik bilan chetlab o'tdi. Oliy darajadagi jismoniy va ma'na bosimi. Clifford iblisi bo'lgani uchun uning shunchaki borligi ham eng kuchli sehrgarlarni sarosimaga soladi. U hattoki Yunoning qo'lidan ham omon chiqqan. 7-o'rin, Zagret. Bo'lishi mumkin emas. Nahotki iblis Tugallanmagan bo'lsa ham va nihoyat necha asrlardan keyin o'z tanamdaman. Ajoyib tuyg'u degan bo'lardim. Reytingimni 7-pog'onasida butun elf sagasini bosh yovuz qahramoni 500 yildan ortiq yashagan hiylagar Zagret joylashgan. Garchi u eng yuqori tabaqali oliy iblis bo'lmasa-da, o'zining aql bovar qilmas kuchi va ma'nasi bilan ulardan atiga bir pog'ona past turadi. Zagret butun boshli elf qabilasini qirg'inini rejalashtirgan va amalga oshirgan. Dahshatli strategiyalar tuzgan. U 5 asr oldin Clever qirolligini manipulyatsiya qilib, elflarga xiyonat uyushtirgan va Lichning grimoirini 5 bargli grimoirga aylantirgan. Sekret tomonidan muhrlanishdan oldin esa kelajakda elflarning qayta tug'ilishi, reinkarnatsiyasini ta'minlab ketgan. 5 asr o'tib, qayta tug'ilgan elflarni chalg'itib, soya saroyini ochishga va o'zining asl jismoniy tanasini insonlar dunyosiga olib o'tishga muvaffaq bo'lgan. Zagretning kuchlari va qobiliyatlari. So'z sehri. U o'z so'zlari bilan real dunyoni o'zgartira oladi. Shunchaki og'zaga aytish orqali qurollar, sehrli dahshatlar paydo qila oladi va obyektlarni boshqaradi. U xohlasa sehrli buyumlarni yoki haqiqiy buyumlarni ham yarata oladi. Sehrga qarshi immunitet. Iblis ma'nasining o'ziga xos tabiati tufayli insonlarda oddiy sehrlari unga ta'sir qilmaydi. Uning tanasini qanchalik chavaqlasangiz ham yuragi yo'q qilinmas ekan, bir zumda o'zini qayta tiklay oladi. Uning mudofaasini yorib o'tish uchun faqat arken darajali sehrgarlar, Yamining zulmat sehri kabi va Astaning anti sehri yordam bergan. Zagret shunchalik kuchli ediki, uni yakunda faqatgina Asta, Yami, birinchi sehrgarlar qiroli va Lichning dahshatli zamonaviy kombinatsiyasi bilangina butunlay yo'q qilish imkoni bo'ldi. 6-o'rin, Lilith va Namah. Bu ikki oliy iblis insonlarni shunchaki o'yinchoq deb biladi va ularni qiynashdan zavqlanadi. Taxminlarga ko'ra, o'tmishda hech qanday sehrsiz bo'lgan begunoh Libiyani darvozaga qarab uloqtirgan va uni qiynagan dahshat ham aynan mana shu egizaklardan biri bo'lgan. Ular alohida holatda ham dahshatli kuchga ega, lekin haqiqiy xavf Asta Namahning tanasiga kesib tashlagandan keyin boshlandi. Lilith va Namah o'z tanalarini birlashtirib bitta yagona mukammal shaklga ega bo'ldi. Lilith va Namahni birlashgan eng dahshatli kuchlari iblis muzi va olov sehri. Bular oddiy elementlar emas, balki hamma narsani yo'q qiluvchi iblis versiyalaridir. Ular shunchaki jismoniy narsalarni emas, balki yorug'lik, soya va hattoki zulmat kabi moddiy bo'lmagan tushunchalarni ham muzlatib kuydirib tashlay oladi. Ularning birlashgan shakli shunchaki ikki iblis sehrini yig'indisi emas, balki undan bir necha barobar yuqori bo'lgan aql bovar qilmas darajadagi ma'no va tezlikka ega maxluqdir. Bu egizaklarda birlashgan shakli shunchalik dahshatli ediki, Najd o'zini ikki iblis rejimi bilan birga ularga qarshi tura olmadi. Faqatgina Naxt va Astaning iblis birlashmasi shaklidagi aqlli jamoaviy harakati va anti sehr yordamida bu dahshatli iblisni butunlay yo'q qilishga muvaffaq bo'lishdi. Lekin ular oliy iblis bo'lsa ham, yer osti darvozasidagi eng birinchi darvozada yashovchi zaifroq iblis hisoblanishadi. Aytgancha, bugungi video chiqayotganiga faqat kanalga donat qilayotgan obunachilarimiz sababchi. Agar siz ham kanal biosidagi tirikchilik.uz saytiga kirib, donat qilsangiz, mana shunday sifatli videolar chiqarishda davom etamiz va donatda yozgan so'zlaringizni xuddi mana shunday qilib, keyingi videolarimizni ekranda ko'rsataman. Havola kanal biosida bor. 5-o'rin, Megikula. Megikulaning o'ziga xosligi shundaki, u boshqa iblislar kabi odamlarni shunchaki ko'r-ko'rona o'ldirishni istamaydi. U odamlarga dahshatli darajada qiziqadi. Aniqrog'i, o'zining sehri inson tanasiga qanday ta'sir qilishini, ularni qay darajada qiynashi mumkinligini ko'rish uchun odamlar ustida sovuqqonlik bilan biologik va sehrli tajribalar o'tkazishni yaxshi ko'radi. U o'zining inson avatari Vanika Zogratis orqali harakat qilib, juda ko'p dahshatlarni sodir etdi. Noelning onasi Asiya Silviani o'limga olib kelgan, la'natni joylagan. Shuningdek, yurak qirolligi malikasi Lolo Pechikani dahshatli azobga mahkum qilgan. Megikulani dahshatli sehrlari va ulardan qanday foydalanish haqida gapirsak, uning sehri la'nat sehri.
Bu uning asosiy va eng dahshatli kuchidir. Bu sehr yordamida u nafaqat insonlarni la'natlab o'ldira oladi, balki har qanday sehr turini zaiflashtirishi yoki butunlay muzlatib tashlashi mumkin. Hatto arkean bosqichli sehrgarlar va eng kuchli element ruhlari ham uning la'natiga qarshi ojiz qoladi. U xuddi mashinani qanaqa ishlashini tushungan holatda, keyin uni buzishda eplay oladigan odamga o'xshaydi. Pulat sehri o'tmishda o'zi o'ldirgan va qalbini asir qilgan Asier Silvaning pulat sehridan o'zi quroli va himoyasi sifatida foydalana oladi. Megikula o'z la'nati ostidagi istalgan insonni o'lmas iblis askariga aylantira oladi. Agar bu askarlar portlab ketsa ham, Megikula o'z sehri bilan ularni bir zumda qayta tiklaydi. Loro Pechka misolida buni juda ham yaxshi ko'rganmiz. Megikula aslida yer osti dunyosining 3 ta qonuniy hukmdorlaridan biri emas. Asl hukmdorlar Lucifero, Belzebub va vaqt iblisi Astrod edi. Ammo Astrod g'oyib bo'lgandan keyin Megikula eng pastki qatlamda uning o'rnini egalladi va o'rinbosar hukmdor maqomiga ko'tarildi, ya'ni eng oliy iblis. 4-o'rin Belzebub. Reytingimizni kuchli to'rtligini butun qora Clever olamidagi eng dahshatli va eng yuqori tabaqali 3 ta buyuk iblisdan biri Belzebub ochib beradi. Belzebub shunchaki kuchli maxluq emas. U Clifford daraxtining eng chuqur va eng pastki qatlamida hukmronlik qiluvchi mutlaq qirollardan biridir. Haqiqiy eng oliy iblis u o'zining dahshatli kuchi va sovuqqonligi bilan ajralib turadi. U insonlar dunyosiga ta'sir o'tkazish uchun qarg'a qirolligining qorong'u uchligi a'zosi bo'lgan Zenon Zagradis bilan shartnoma tuzgan. Belzebub Zenonga o'z kuchining 100% gacha bo'lgan qismini taqdim etdi va keyinchalik Zenon o'lim yoqasiga qolganida u bilan yangi shartnoma imzolaydi. Unga o'zining iblis yuragini ham berdi. Bu esa Zenonni mutlaq o'lmas va dahshatli mavjudotga aylantirdi. Belzebubning fazoviy sehrlari va ulardan qanday foydalanishi. Fazo sehri. Belzebubning fazo sehri Langris yoki boshqa insonlarning fazo sehridan mutlaq farq qiladi. Belzebub o'zining fazo sehri orqali ma'lum bir hududdagi barcha fazo va undagi ma'nani butunlay bloklab qo'ya oladi. Bu hududga tushgan raqib oddiygina sehr ishlatish qobiliyatidan mahrum bo'ladi. Chunki fazodagi barcha tabiat ma'nasi Belzebubga bo'ysunadi. U fazoni shunchaki bo'laklarga bo'lib tashlash orqali har qanday himoya va moddiy narsani dahshatli tezlikda yo'q qila oladi. Undan qochish deyarli imkonsiz. Garchi Belzebub o'zining to'liq asl tanasida insonlar dunyosiga chiqishga ulgurmagan bo'lsa-da, uning Zenon tanasidagi 100% kuchi va iblis yuragi butun boshli qarg'a qirolligini dahshatga soldi. Uni to'xtatish uchun Yuno muqaddas bosqich va uning yangi yulduz grimoirdan foydalanishga majbur bo'ldi. 3-o'rin Astrod. Bu iblisni biz hech qachon ko'rmaganmiz. Hatto uni nomini ham bir marotaba eslashgan xolos. Yer osti dunyosining eng pastki qatlamida Lucifero va Belzebub bilan birgalikda boshqargan 3 ta qonuniy qirollardan biri. Biroq voqealar rivoji boshlanishidan oldin u to'satdan yer osti dunyosidan g'oyib bo'ladi va uning o'rniga Megikula keladi. Xo'sh, u qayerga ketgandi? Mana shu savol butun anime siri bo'lib qoladi. Astrod insonlar dunyosiga eng aqlli va xavfli inson bo'lgan Lucius Zogradis bilan birlashganida. Lucius o'zining kuchidan va ruh sehridan foydalanib, 4 aka-ukaning ongini va butun Clever qirolligini kelajagini sahna ortidan turib boshqarib kelgan. Aslida Julius Novachronening vaqt sehri ham aynan shu Asrodning kuchi edi. Asrodning vaqt sehri va uning dahshatli imkoniyatlari haqida gapirsak, menga har doim sodda bo'lmagan, ko'plab usulda foydalanishi mumkin bo'lgan sehrlar yoqadi. Vaqt sehri ham aynan shunday. Qora Clever olamidagi eng kuchli va qo'rqinchli sehr turlari. Bu sehr qarshisida har qanday elementlar kuchi yoki jismoniy chidamliligi bir teng bo'ladi. Vaqtni to'xtatish va tezlashtirishi mumkin bo'lgan sehr. Astrod vaqt oqimini o'z xohishiga ko'ra boshqara oladi. Raqiblarni bir zumda qaratib kulga aylantirishi yoki vaqtni butunlay to'xtatib ularni harakatsiz holatda o'ldirishi mumkin. Kelajakni ko'rish. U millionlab turli kelajak ssenariylarini oldindan ko'ra oladi va har doim o'zi uchun eng mukammal bo'lgan g'alaba yo'lini tanlaydi. Julius va Luciusning barcha rejalarini aynan shu qobiliyat tufayli xatosiz amalga oshirib kelgan. Ammo bitta muammosi bor. Anti-sehr borligi sabab u ba'zi bir narsalarni ko'ra olmagan. Vaqtni ortga qaytarish. Agar jangda biror narsa rejadagidek ketmasa, u vaqtni ortga qaytarib, xatolarni to'g'rilash imkoniga ega. Uni oddiy usullar bilan yengish imkonsiz. O'zi vaqt sehri haqida gapirish soatlab vaqtni oladi, chunki undan foydalanishda juda ko'plab yo'llari bor. Shuning uchun keyingi o'ringa o'tamiz.
Ko'plab olamlarda kuchayish uchun iblislar bilan shartnoma tuzish, zamonaviy qurollardan foydalanish yoki chakra nazoratini o'rganish kerak. Lekin real hayotda va Telegramda haqiqiy krutoyga aylanib, qo'shimcha kuch va funksiyalarga ega bo'lish uchun sizga hech qanaqa iblis kerak emas. Buning uchun kanalimiz do'sti bo'lgan James Fire Telegram Premium xizmati bor. Ular o'zlarining Telegram kanallari orqali murojaat qilgan har bir mijozga juda tez va ishonchli tarzda Telegram Premium yoki Telegram Stars olib berishadi. Profilingizga o'sha krutoy yulduzchalarni qo'yib, ritsarlar kabi ajralib turmoqchi bo'lsangiz, havola izohlarda va kanal biosida bor. Bizni qo'llab-quvvatlayotgani uchun James Fire'ga izohlarda rahmat aytib ketamiz. Ikkinchi o'rin Lucifero. Reytingimizning kumush medalini butun yer osti dunyosining mutlaq hukmdori, eng oliy va eng dahshatli mavjudot, iblislar qiroli Lucifero boshlaydi. Lucifero shunchaki Clifford iblisi emas. U iyerarxiyaning eng cho'qqisida turuvchi, eng katta ma'na miqdori va jismoniy kuchga ega bo'lgan maxluqdir. U insonlar dunyosiga chiqishi uchun qarg'a qirolligining yetakchisi Dante Zagratis bilan shartnoma tuzgan. Clifford darvozasi qisman ochilib, Lucifero o'z kuchining atiga 50% bilan insonlar dunyosida paydo bo'lganida ham butun dunyo qiyomat holatiga keldi. Uning shunchaki borligi va havoga chiqishi barcha narsani yer bilan bitta qildi. Luciferlar raqiblarga past nazar bilan qaraydi. Ularni hasharot deb biladi va jangga kirganida hattoki sehrli grimoire ishlatishni ham o'ziga ep ko'rmaydi. Chunki unga buning keragi ham yo'q. O'zingiz o'ylab ko'ring. Prosta tiz cho'kinglar deb ozgina gravitatsiyani yoqqanida ham hamma yerga qapishib qoldi. Faqat kapitanlar iblis kuchi va boshqa sehrlarni chachishtirib vaqtinchalik oyoqda turishdi. Shunda ham unga zarar berish olgani yo'q. Lucifero qanaqa kuchlarga ega? Luciferoning gravitatsiyasi faqat jismlarda emas, ma'nani, sehrli zarbalarni ham yerga yopishtiradi. Agar bilsanglar, hattoki vaqtning ishlashi ham gravitatsiyaga bog'liq. Agar Lucifero xohlasa, vaqt sehriga ham qarshilik qila oladi. Mutlaq jismoniy kuch va dahshatli mudofaa. U sehrsiz shunchaki qo'llari bilan dunyodagi eng kuchli sehr to'siqlarni parchalab tashlaydi. Asta va kapitanlarning eng dahshatli kombinatsiyalari, hujumlari ham Luciferoga katta tirnalish qoldira olmadi. Iblislar ustidagi mutlaq nazorat, qirol sifatida u pastki tabaqadagi har qanday iblisni bo'ysundira oladi. Luciferoni atiga yarim kuchi bilan ko'rsatgan bu dahshati Qora Clever tarixidagi eng og'ir va eng umidsiz janglarni yuzaga keltirdi. Uni to'xtatish uchun barcha kapitanlar, sehrli ruhlar, nafs va eng asosiysi Astaning Yami qilichi bilan birgalikda erishgan 5 bargli mukammal iblis birlashmasi shakli kerak bo'ldi. Birinchi o'rin Sekke Bronzaza. Iblislarni yer ostiga qamagan mavjudot aynan Sekke Bronzaza bo'ladi. U mutlaq hukmdorlik sehriga ega va barcha iblislarni bir deganda jonini olishi mumkin. O'tmishdagi bunchalik qudrati uni zeriktiradi va yer osti darvozalarini buzib o'tib, insonlar dunyosiga oddiy odam bo'lib yashashni boshlaydi. Keyinchalik u Astaga qiziqib qoladi va uning voqealariga qatnashib, o'zgartirishlar kiritadi. Sekke Bronzaza haqiqiy Dark Lord hisoblanib, u haqidagi memlar juda mashhur. Hazilni tushungan bo'lsangiz, like bosib keting. Sizlarda reytingimga rozi bo'lmagan joyinglar bordir. Balki Libiyani anti-sehri bilan hammani yoradi deb o'ylaysanglar yoki Nashta 4 ta iblisini chiqarib tashlamoqchi bo'lsanglar, izohlarda o'zingizlarning top 5 talik ro'yxatinglarni yozib qoldiringlar. Astani otasi iblis bo'lishi yoki aslida Asta ham iblis ekanligi haqida nazariyalari bor. Agar 20 mingta obunachi to'plasak, Asta va Yunoni ota-onalari aslida kim ekanligi haqida video chiqaraman. Demak, hozirroq obuna bo'ling va kommentariyada super muxlisga yarashgan soch turmagini yozib keting. Super muxlis kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan birgalikda yangi taqdirlar, yangi olamlar, yangi hikoyalarni o'rganishda davom etamiz. Hammaga rahmat. Men sizlarni yaxshi ko'raman.